qoplash uchun har yili 20 milliard so'm mablag' ajratilishi belgilangan. Buning ortidan O'zbekistonda noshirlik sanoati rivojlanmoqda. Bozorda zamonaviy menejment, biznes va shaxsiy rivojlanishga oid bestseller asarlarni o'zbek tiliga tarjima qilishga ixtisoslashgan Gutenberg kabi nashriyot uylari faoliyati kengaymoqda. Ko'rgazma davomida prezidentimiz ushbu nashriyot uyi rahbari bilan ham muloqot qildi. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Men Burxonov Ravshan, nashriyot uyi rahbariman. Bizning nashriyotimiz biznes adabiyotlarga asoslangan. Biz dunyoning eng nufuzli universitetlari bilan hamkorlikda ishlaymiz. Stanford universiteti professori Ilyas Tribulayev hamkorligida Venture Zefniyati asarini o'zbek tilida chop etdik. Birinchi oyda 10 ming nusxada, ikkinchi oyda 5 ming nusxada sotildi va hozirda 6 ming nusxada sotuvda mavjud. Hozir 1000 kitob loyihasida ham biz ilmiy ommabop asarlarni o'zbek tiliga tarjima qilyapmiz. Bizga yaratib berayotgan imkoniyatlaringiz juda keng. Shu sababli biz oldimizga maqsad qildikki, kelajakda bizning nashriyotimiz biznes adabiyotlar sohasida O'zbekistonda birinchi raqamli bo'lsin va yana ham rivojlanishlikda biz global darajada raqobatbardosh nashriyotga aylanaylik dedik. Ishlaringizga Xudoga katta rahmat. Shu ko'zingizda yonib turibdi. Nimaga? O'zingizni erkin tutayapsiz. Bu o'zingiz topgan shu kasbingizdan o'zingiz juda xursandsiz. Iloji bo'lsa yoningizga nur sochyapsizki, menga o'xshagan deyapsiz. Menga shukur. Rahmat. Rahmat.